Psixologik muammosi bo'lgan insonning yonida bo'lish oson emas, lekin u uchun eng katta kuch aynan sizsiz. Birinchi navbatda uni tinglang, uning dardini kamaytirishga shoshilmang, faqat tinglang. Ba'zan odamga maslahat emas, tushunilish kerak bo'ladi. Ikkinchidan, uni tanqid qilmang. O'zingni qo'lga ol, hammasi yaxshi-ku, bunday bo'lmaydi kabi gaplar uni yanada yomon his qildirishi mumkin. Uchinchi muhim narsa, bosim o'tkazmang. Har kimning tuzalish surati boshqacha. Uni majburlamang, shunchaki yonida bo'ling. Agar kerak bo'lsa, professional yordamga borishga muloyim taklif qiling, lekin majburlamang. Va eng asosiysi, o'zingizni ham unutmang. Yaqiningizni qo'llab-quvvatlashda hissiy charchoq bo'lish tabiiy. Siz ham dam oling, siz ham hissiyotingizni tushuning. Chunki ruhiy og'irlikda eng katta yordam tinch, muloyim va sabrli yonda turishdir. Sizning mehringiz, sabringiz va tushunishingiz bemor uchun eng katta kuchli davo hisoblanadi.